Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar va hamkasblar. Men Qo'qon universiteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi Abdusalim va Muazzamxon bo'laman. Men bugun sizlar bilan boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar fani bo'yicha orfografik estafeta metodi bilan tanishtirib o'taman. Ushbu metodning maqsadi o'quvchilarda eslab qolish, xotirasini rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu metodni amalga oshirish uchun biz sinfdagi o'quvchilarni 3 yoki 4 guruhga ajratib olamiz. Guruh a'zolariga esa vazifalarni belgilab beramiz. Misol uchun, ushbu metodni amalga oshirish uchun sinfdagi o'quvchilarni vazifalar bo'lib olamiz. Bu vazifalarda 1 nafar o'quvchini yozuvchi vazifasida, 2 nafar o'quvchini yuguruvchi vazifasida, 2 yoki 3 nafar o'quvchini esa muharrir, ya'ni tekshiruvchi vazifasini belgilab olamiz. Bitta parta sinfning oxirgi qatoriga qo'yiladi. Doskaga matn yoki diktantdan ushbu namunalar qo'yiladi. Yozuvchi va muharrir partaning oxirida o'tirishadi. Yuguruvchilardan biri yugurib kelib, doskada keltirilgan matnni xotirasida qolgan joyligini yugurib borib yozuvchiga aytadi. Yozuvchi yuguruvchidan eshitgan joyinigina qog'ozga tushiradi. Ikkita yuguruvchining ham vazifasi bir xil. Doskada ilingan matn yoki diktantdan xotirasida qolgan joyinigina yozuvchiga aytadi. Yozuvchi yuguruvchidan eshitgan joyinigina daftarga yozadi. Shun bilan metod o'z nihoyasiga yetadi. Metod nihoyasida bu ushbu yozuvchi tomonidan muharrirga taqdim etiladi. Muharrir u yerda matnda keltirilgan xato kamchiliklarni to'g'rilab, metodni yakunlaydi. Shuning bilan metod o'z nihoyasiga yetadi. Bu metodni o'qish savodxonlik darslarida va ona tili darslarida bemalol foydalanishingiz mumkin.